Minecraft lekin har minutda har xil bosslarga aylanamiz. Minecraftga xush kelibsiz. Lekin har minutda har xil bosslar. Bizni kanalimizga obuna bo'ling va bizni oilamizni bir qismiga aylaning. Ammo qanaqa bosslar? Juda ham kuchli bosslar. Keling kelishib olamiz. Biz 20 ta like yig'amiz va yoqimli tomosha tilayman. Xullas do'stlar, Minecraft sizlar bilan Tomka. Xullas, like bosamiz, obuna bo'lamiz, keyin kommentariyaga Tomka siyla deb yozib qo'yish eslaringdan chiqmasin. Xullas, menda bitta yaxshi, bitta yomon xabarim bor. Yomoni biz har minutda emas, har urovenda har xil bosslarga aylanamiz. Yaxshisi esa bizni oldimizda qishloqcha bor ekan. Biz versak yasab olamiz doimgidek va kirka yasaymiz. Ana qishloqcha ko'rlaymi? Kirka yasab olamiz. Bu kirka bilan darrov shaxtaga tushamiz. Shaxtada biz o'zimizni birinchi urovenimizga ko'tarilamiz, ya'ni ko'mir kavlab. Ko'mir topdim men. Ko'mir topdim. Ko'mir deganda plavniy падение, men super qobiliyatim, men tavuqmanmi? Yo'q. Men tavuqman. Men super qobiliyatim plavniy падение. Endi men tavuqqa aylanib qolman. Men tavuqman. Cho'chqaga aylanib qoldim. Man Technoblade man. Naslышность. Demak, bizni qornimiz och qolar ekan. Cho'chqalar nima yeydi men bilmayman. Balkim ular o'zida go'sht deydimi? Yag'i, jini bo'lganmi? Creeper? Yo'q, biratan oldimga kelma, iltimos, bratishka o'ldirib qo'ymasan, oppa. Men bitta blokdan o'ta olaman-ku, masanga. Unda bu creeper bratishka taq qilib o'ldirib tashlaymiz. Hop, po'q. Creeper men oldin do'stim bo'lgan, po'q. Chunki men oldin creeper bo'lganman. Skelet meni ko'rmayapti, u o'ylayapti. Yo'q, uni men jamman senga ushlab ko'rib qoldingmi? Radaring men ushlab oldim, ushla senga. Sassiq skelet. Mayli o'ldirdim. Polyot. Biz nimaga aylandik? To'tiqushga? Biz super qobiliyatimiz uchish ekan. Ya'ni polyot, parvoz qilish. O'tamiz. Biz bitta blokdan o'tib ketaveramiz. Yo'q, raid boshlabdi. Qanaqa raid bu? Bu Iplos raiderlarga ishlar ekan. Bu Iplosda bu. Iplos. Nima qilamiz? O'ldirib tashlayman Salma. Bu Iplos raiderlarga ishlar ekan. Masanga, razboynik. Masanga. Shular. Bu Iplosda qilichi bor, qilichi bilan urgan ham yo'qman. Ushla. Masanga. Voy, golemga aylandik biz. Zo'r golem. Bizning super qobiliyatimiz kuch, ya'ni sila. Kuch ekan bizning qobiliyatimiz. Bizning jonimiz 20 ta, lekin 20 tadan 3 tasi bor bizda. Nima qilamiz? Albatta, taq jini bo'lib qoldim men. Taran. Zombilar bor ekan, sasagan tushamiz. Ay! Masanga ushla zombi. Og'zini yurmaydigan sassiq zombi ushla. Baq. Biz nimaga aylandik? Lipkos. Yo! Biz asallik sliziga aylanamiz. Ushla. Bu yurolmayapti. Ushla. Masanga, kacha. Bertak yasab olamiz va biz o'zimizni qilichimizni yasaymiz. Qilich emas, bolta yasab qo'yibman. Masanga, ushla. Chacha, yarimta jonim chacha. U meni hatto oldimga ham kelolmayapti. Lipkost, ya'ni yopishqoqlik. Men unga qarab tursam, u meni oldimga kelmayapti, qaranglar. U meni oldimga kelolmayapti. Men yopishtirib qo'yar ekanman, yerga o'ladi. Ular hatto yurolmayapti. Yo, zo'r. Ey. Ehtiyot bu. Endi zombini o'ldiramiz. Masanga. Meni oldimga hattoki hayvon ham kelolmas ekan. Zo'r, chotki. Endi biz boshqa narsaga aylanamiz. Nimaga aylanamiz? Raid boshlandi do'stlar. Yo'q. Qishloqlar, qochinglar tezroq, uylaringga kiringlar, yashininglar, shunaqa qilinglar. Hozir raiderlar kelib sizlar pachag'inglaringni chiqaradi. Raid aslan, 2 kishi kelar ekan bitta raidda. Biz karchka yeymiz, biz sabzivorimiz. Uzr do'stlar. Sandiqda ovqat bo'lsa, ovqat yemishimiz kerak. Chunki biz ovqat yemish emasak, jonimiz kam bizni.
O'zi ikkita jonchamizmi? Maqtanib yuribman shu bilan. Sharmanda. Yonmayu. Sama ko'rmadim. Qochdik do'stlar. Xullas, masanga baliq tog'a. Ushla. Mana baliqlarni ham o'ldirsak biz mincha yoqimtoy isushiselcha. Скорость изушения. Bizning super qobiliyatimiz tezlik bilan isushiение ekan. Nima qilamiz biz isushiение bilan? Ha, bo'ldi, tushundim. Men uni oldiga borsam, uni joni ketar ekan. Endi u meni urolmaydi. Zo'r-ku, masanga. Ko'rdilaringmi? Isushiение zo'r. Yo'q, men oldiga borgan hayvonim o'lib ketyapti. Bir tomondan yaxshi. Ushlasanga qishloqlarni o'ldiradigan sassiq. Ushla, reyder dedim buni, qaroqchi deydi buni aslida. Vau, men shunaqangi zo'r skeletonga aylandim. Zo'r va men super qobiliyatlarim tezlik va podyom. Nima, men har kun ertalab odamlarni turg'izamanmi? Vau. Lekin zo'r. Bular nima sakrayapti? Jinnilar. Nima sakrayaptilar? Bular sakramagan bo'lib qolibdi. Sakraydigan bo'lib qolibdi bular. Bular jinni bo'lib qolibdi. Ahmoqlar sakramanglar. Bitta kravatda 4 ta qushloq sakrayapti. Bu g'ayratomuz. Yommayo, galim. Ha, men endi tushundim podyomning ma'nosini. Podyom degani, ya'ni men ular osmonga o'tib borar ekanman, ko'rgan narsami. Zo'r-ku, galim osmonga uchib yuribdi. Yommayo, reyderlar ko'rdilaringmi? Reyderlarda shu yo'q, mana sani qutqarib qoldi Tom. Shu ondayoq uchirib o'ldirib tashlayman, ko'rdilaringmi? Reyderlarni mana lekin golemga ta'sir qilmayapti bu narsa. Ha, golemga ta'sir qilmayapti. Masanga ushlar mana razboynik, ya'ni qaroqchilarni bir zumda o'ldirib olar ekan. Zo'r-ku. Unda mana iplosni qaranglar. Oldima kelganlaring o'lasizlar. O'ynashmanglar men bilan, men urar qassam bilan. O'ynashmanglar skelet bilan, skelet urar kamon bilan. Ma'nosiz gaplar. Bu buqani ham o'ldiramiz. Buqazavr dedim buni. Masanga ushla. Bish. O'ldi. Men chotki. Aman zo'r, mana golimni o'ldirib bo'lmas ekan. Bu haliga temirdan qilinganda bu. Nimadirdi? Men tavuqyamman. Men xo'rozman. Obbo, men xo'rozman. To'ron. Temirlarimizni olamiz ovqat bilan. 10-o'rven. Hozir 10-o'rvenda ko'tarilamiz. 11-o'rvenga chiqsak, bizga nima beradi? Iploslar o'rven bermas ekan. Bunda baliqdan olamiz o'rvenni. Chunki oldima kelgan narsa osmonga chiqib o'lib ketyapti. Va 10-o'rvenda bizga a few moments later bo'lar ekan. Nima? Biz nimaga? Creeper? Что? Nima? Men creeperman. Men go'zal creeperman. Creeper. Men hamma yo'g'ida portlatadigan creeper. Men chiroyli creeperman. Men creeper. Tralalero tralalalala. Tun. Tralalero tralalalala. Tun. Tralalero tralala. Paparam. Bubum. Hey golem, oldima kelma, o'lib qolasan hozir. Va u o'ldi. Men qotil emasman, golemning o'zi qotil. Xullas, nima qilamiz? Albatta, men temirimiz bilan qolib ketgan go'shimizni olamiz. Axir zombiyda go'shga aylanib qolmasinmi ham? Aha, yommayo. Olma kelgan narsani o'ylayverman. Nima qilamiz endi? Paqir yasaymiz albatta. Keyin branya yasaymiz, ishton, shapka, 2 stak paypoq yoki naski. Naskilarim tugab qopti degan video ko'rganmisizlar, bitta like bosinglar. O'sha video meniki edi. Monkey. Maymun. Turun. Qaranglar, oldima kelgan narsa o'g'ib o'lib ketyapti. Xullas, bitta yechimi bor. Ko'mir kavlab, o'rin olib, boshqa bosqa aylanmasak, umuman hech qanaqa narsaga bo'lmaydi. Nima adashib ketyapman do'stlar. Agar adashib ketayotganimni sizlar ham sezgan bo'lsalaring, 2 ta emas, 16 ta like bosinglar.
Do'stlar, 12 o'rinda biz 13 o'ringa hali chiqolmaymiz, chunki biz lattamiz. Didin didin didin, dirididin. Yana portlab ketdi Manovid. Manovid endi portlab ketaversa, biz nima qilamiz? Manovidga aylanib ketamiz biz ham. Manovi ko'mirlar kavlab 13 o'ringa chiqdik va biz nima? Biz ucha olamizmi? Biz zaharli o'rgimchakka aylandikmi? Bichimba Yo, biz ko'rgan narsamiz yo tekkan narsamiz yaxlab qolar ekan. Yo, zo'r-ku. Hozir buni sinab ko'ramiz. Mana zombini ko'rdilaringmi? Yaqinlashsam, zombi muzlab yaxlab qolaverar ekan. Ko'rdilaringmi, bu qanaqa ahmoqona narsa? Yommo ahmoqona. Yo, spawner. Baribir hamma zombilar o'lib ketadi spawnerga borganim bilan. Ender Drakonni ham mashina qilib o'ldirish kerak, yaxlatib. Lekin Ender Drakonga bu ta'sir qiladimi, bilmayman. Yo, tillo olma, men boyman. Endi bu zombilar paydo qilamiz, o'ldiramiz. Men qotilman. Xullas, tralala qilib biz zombi o'rtog'iga aylanamiz. Zombi o'rtog'i generatsiya 2. Zombilar menga tegishmayapti. Zombilar o'rtog'i ekanmiz. Men zombida akasiman. Ko'rdilaringmi, mana skeletlar ham menga tegishmayapti, lekin bu skeletlar bitta nima qilib turibdi? Sharmandaga. To'run. Biz portal yasadik. Endi bu portalni ishga kirib, qalqonni qaraylik turgandi. Yomon zo'r turibdi qalqon ham. Portalni ishga kiramiz va biz sehrli tayoqchalarni yig'ishda boshlaymiz. Birinchi o'rinda mana bu daraxtmi bu? Yo, blokmi? Xullas, biz hozir mana shu tillodan o'rvin olsak bo'ladi va biz razboynik, ya'ni qaroqchilik akasiga aylanib qoldik. Kapkan. Biz qopqon qo'ya olamiz. Zo'r-ku. Xullas, qopqonlarimiz bilan buni o'ldiramiz. Qopqon ishlamayapti. Men senga, buni ursak qopqon qo'yar ekan, ko'rdilaringmi? Qopqon. Yoki o'zimizni dehqonchasiga tuzoq desa ham bo'ladi. Xullas, bitta ursak, bittadan tuzoq. Xullas, biz bunaqa tayoqchalardan juda ham ko'p olamiz. Sehrlangan emas, tillolik tayoqchalar. Golemga aylandik. Oddiy emas, neziritli golem. Neziritli golemni kuchini ko'ramiz hozir. Juda ham kuchli bo'lsa kerak. Pol это lava. Что? Pol это lava? Ma'nosiz gaplar. Men tushundim. Ma'no olma kelayotgan narsa yurib kelayotsa, tagidagi pol lavaga aylanar ekan. Pol это lava. Pol bu lava deb yozilgan. Короче, mana isushitilam skeletam yomon jonimga tegib, yomon nimadirdi. Xullas, o'z so'zni aytmayman. Xullas, yomon ko'p jonim ketar ekan. Sen bo'li, men neziritlik golemman. Yomon g'itta latta golem ekan bu ham. Xullas, mana va oxirgi tayoqcha olamizda va ketvoramiz bittan. Kerak emas endi bizga nimalardi? Nether. Endi bizni qilish kerak bo'lgan ishimiz bular ham yorib ketyapti. Tez qoch o'ldirib qo'yadi. Yo'q, iploslar. Sasiga karchikalar, men senga ushla. Baribir o'lasa, oldma kiyma, cho'chqa bashara. Endi bu o'rvinlarimizni ko'tarib 5 soatdan keyin biz Creeperga aylandik. Qanaqa Creeper? Zo'r Creeper. Bu Creeper охотник за душами. Zo'r-ku. Chotki. Kabalashka. Ma'no oldimga kelgan narsalar yo'q bo'lib kabalashga aylanib ketar ekan. Ko'rdilaringmi? Bunaqa ender jemchukni ham tez to'playmiz biz. Qaranglar. Shuni endermenlar oldimga keladi, kabalashkasi chiqib ketadi bular. Men bular kabalashkasini chiqarib olaman. Xuddi trallalaga o'xshab. Bizda 3 ta ender jemchukimiz bor ekan. Mana kabalashkani ham o'ldirsak, nechta bo'ladi? 3 ta hali ham. Biz oddiy merga kirib 12 ta ender GPS'larni yasab olib, xullas endga otlanamiz. Bizning maqsadimiz ender drakonni o'ldirish. Doim meni esimdan chiqib qoladi maqsad. Короче, biz keban bo'ldik. Nima chiqib ketdi? Bitta Isheydi kosi bor ekan bitta. Isheydi kosi bilasizlarmi? Isheydi kosi kimligida? Isheydi kosi mana o skorpionlar. Skorpion degan nimadirda? Skorpion, chion. O'zbekchasi esimdan chiqib qoldi. Xullas 1, 2, 3 sakradik, desam sakra bo'lma.
Xullas chiqamiz. Ender Drakonni o'ldirishda men oson yo'lni bilaman. Shunchaki oldimizga Ender Drakon men oldimga keladi va men Endermenlarni tozalayapman. Ya'ni End haliga yaqinda chiqdi-ku bitta video. Endermenlar qanday Endga tushib qolgani. Shu videoga o'xshab men Endermenlardan tozalayapman, ya'ni o'ldiryapman. Xullas biz kristallarni bitta, ikkita qilib o'ldirib o'tirmasdan drakonni oldimizga kelishga majburlaymiz. Ya'ni oldimizga kelsa drakon o'zidan o'zi o'ladi. Xullas bu yerda biz Endermenlardan tozaladik va drakon oldimizga kelishiga kutamiz va Yo-mayo, drakon o'lmadi. Yana qaytadan jinnilarga o'xshab tepaga blok bilan qurib chiqib ketish kerak. Va drakonni hattoki mana Zahariya men oldimga kela olmaydi. Hozir drakon meni oldimga keldi va urre! Minecraft o'tdim. Maqsad bajarildi. Challenge-da men yutdim. Xullas do'stlar, like bosamiz, obuna bo'lamiz. Axir videoni ko'rib bo'lib, men shuncha mehnatimga tupurib ketmanglar. Iltimos bitta like bosib qo'yinglar, obuna bo'linglar. Hammaga xayr.